Ot sporti bunday olib qarasa hammaga foydali, chunki u asab tizimiga ham yaxshi, yurak qon tomir tizimiga ham yaxshi, turli xil autoimmun kasalliklarga, agressor holatlarga, autizm, nevrologik kasalliklar, ko'p kasalliklarda ot sporti juda ham muhim hisoblanadi va ipoterapiya hozirgi paytda trendga chiqqan va butun vrachlar, previntage vrachlar hammasi ipoterapiyani taklif qiladi. Nimaga? Chunki bu asab tizimidagi neyrotransmitterlarni normaga tushirishni boshlaydi. Masalan, autizmdagi bolalar ot sportidan keyin 20 minut uchgandan keyin umuman boshqa insonga aylanadi. Asab tizimi normallashadi, agressiv holat tushadi, turli xil gallyutsinogen holatlar yo'qoladi va bolada diqqat sozlanadi. Ya'ni bola tiniq, aniq o'qish boshlaydi, miya faoliyatidagi rivojlanish tezlashadi, chunki otdagi energetika umuman boshqacha.